Sizlarga 14 sotuvga tushgan 10 xonali qasrni ko'rsataman. Sizlar esa bitta laykni bosib qo'ying. Qarang, mashalloh. Saroy bo'lib yotibdi, qarang. Kattaligini qarang. Manzil Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani, ya'ni Avangard esa ko'pchilik bilishadi. Mana shu joyga sentr joyda joylashgan, qarang, qasrligini. Mashalloh. Uy haqiqatdan zo'r ekan, lekin havas qilgan bo'lsangiz bitta laykni bosib qo'ying. Allohga oson. Qarang. Mana masjidga nechta mashina ketadi deb o'ylaysiz? Menimcha Abishni Cobalt Gentra bo'ladigan bo'lsa, 3 ta mashina bemalol sig'adi. 4 ta ham sig'dirsa bo'lar ekan. Qarang, hovlining kattaligini. Hozir ozgina shoshmay turamiz. Yo'lni yoqasidan boshlaymiz. Xo'pmi? Sabr qiltirasizlar, xudo xolasa. Narxi ham yaxshi narxda qo'yilgan. 360 ming dollar qo'yishgan. Nu, yana o'tib beradigan, yana barakasi bor, xudo xolasa. Mana qarang, yo'lni yoqasi. Yo'lni yoqasida joylashgan mana. Avangard sentri. Mana. Bu zapravkani ko'pchilik bilishadi Avangarddagi. Qarang, mana shu Avangard zapravkasi. Bu tomonga Fusitiga qarab 4-5 kilometr, Qo'yliqqa esa 7-8 kilometr taxminan uzoqlikda. Mana ko'ryapsiz. Mana shu joydan kirganda hovli. Yo'l yoqasi, maktab, bog'cha hammasi yaqin. Xudo xolasa magazinlar ham yaqin, mana ko'ryapsiz. Yoni to'la magazin. Xudo xolasa bu joylar kelajakda ancha narxi patolog bo'lib o'sadigan joylar, xudo xolasa. Ariqlarda mana suvlar to'lib oqyapti. Endi shuncha sabr qildinglar, xudo xolasa. Bu yog'ini sekin ko'rsatib boraman. 14 sotuqqa tushgan 10 xonali 4 ta sanuzeli bor ekan. Qaranglar. Yo, mashalloh. O'sha mashalloh deb ko'p yoz aytaman, bilasizlarmi? Nimaga desanglar, kimnidir uyga kirgan paytingizda mashalloh deb qo'ying, chunki ko'z bor. To'g'risi-da? Mana qarang, hovlining kattaligini. Mana kirganingizda o'zi fayz shunaqa yog'ib turibdi. Qarang, opamiz gullarni yaxshi ko'rar ekan. Gullar ham qarang, qanaqa chiroyli ochib turibdi. Qani xudo xolasa bu yerdan boshlab ketaveramiz. Yana ma'lumot o'rnida aytishim kerakki, uylarni o'zlari noldan ko'tarishgan ekan. Ya'ni uyda pishgan g'ishtdan ko'tarilgan deyapti. Ya'ni qurilishga javob deyapti, xudo xolasa. Mana endi qo'ldan boshlaymiz. Bismillah. Mana qarang. Voydot. Shunaqa katta. Lekin qarang. Mana televizor turibdi. Shuna mehmonlaringizni olib kelsangiz, qanaqa bo'ladi? Bu yerdan boshlaymiz mana. Bu yog'i ham zal mana. Bismillah. Oh. Xullas, uyda dizayniga so'z ojiz. Shunaqa chiroyli qilib qo'yishgan, xudo xolasa. Keyin mashda yashab bersangiz bo'ldi. Topli pol deyishyapti mana. Qarang, xudo xolasa. Bu yoqda yana bitta xona, qizlar bilan bolalar xonasi deyishyapti. Mana bu yoqda ham bitta xona. Garderob qo'shlatishganmi? Ichida yana bitta sanuzel, qarang. Ana sizga. Allohga oson. Kommentariyaga yozib ketinglar. Allohga oson. Inshaalloh sizga ham shunaqa uylar nasib qilsin. Mana qarang. Bu yog'i yotoqxona, kattalar yotoqxonasi. Mana. Bu yoqda mana o'zining yana sanuzeli bor. Qarang, mashalloh. Juda bir hashamatli xonadon ekan. Mana gilamlarni ham o'sha sak urgazli toza gilamlardan qo'yib qo'yishgan, qarang. Uyda dizayni haqiqatan qasrli ekan. Har bir mahsulot sifatli mahsulot ishlatilgan ekan. Qarang, 10 xona. Qarang, mashalloh. Kommentariyaga fikrlaringizni yozib ketinglar. Qarang, mana bu yerda oilaviy masjidda o'tirsangiz ham bo'ladi. Qarang, ya Alloh. O'ta go'zamlab. Kichkinagina zeleniy bog'cha qilib qo'ygan, mana daraxtlar ekib, qanaqa chiroyli bo'lib turibdi. Kirib ketaversam bo'ladi bu yoqqa? Bo'ldi. Marhab bu yoqqa kirib kirasan. Mana yo, bismillah. Mana yana bu yoqda bitta xona mana ko'ryapsiz.
Oshxonasini qarang. Ayollarni eng yaxshi ko'radigan joyi oshxona. Qarang. Ya Alloh. Mana bu yoqda oshxonadan boshlayveramiz. Mana ichkarida yana bitta oshxona bor ekan. Qarang. Sharoitlar lekin haqiqatdan zo'r qilib qo'yishgan ekan. Mana. Bu yoqda bitta eshik bor. Buni hozir videoning oxirida aytaman nimaga bu yerga qurib qo'yganligini. Qarang. Ya Alloh. Mana bu yerda ham bitta sanuzel. Qarang, mana bu baynasi bor ekan mana. Qarang sharoitlari qanaqa zo'r. Xudo xolasa. Ko'rib turgan bo'lsangiz, sizga nasib qilsin. Mana bu yerdan bitta xona mana qarang. O'ta go'zal. Xullas, gaz, suv, svet, internet, kommunalka yetmasa ham o'zi ma'lum bo'lib turibdi-yu. Vashi dahshat. Mana endi bu yoqqa qarab sekin yurib boramiz. Mana suvda o'tirib, ashta oilaviy o'tirsiz. Endi bu yoqga molxona bor ekan, bu yerda chorva boqsangiz ham bo'lar ekan. Lekin chorvaga ham dahshat qilib qo'yishgan ekanda. Qarang. Mana mana shu mollarni boqsa bo'lar ekan. Qarang, qanaqa sharoitlar qilib qo'yishgan. Buqalarni tashlashda boqsangiz, Xudo xolasa baraka topasiz. Olgan odam ham, sotgan odam ham baraka topsin, Xudo xolasa. Mana bu yerda tovuqxonasi ham bor ekan. Voy yetdimi? Oshxonadan bu yoqqa kirishga imkoniyat bor ekan. Bu yerga o'tirlar taqlaydigan bo'lsa, mabodagi olib kirish har ehtimolga qarshi qilib qo'yishgan ekan. Qarang. Qanaqa zo'r. Ya Alloh. Men shaxsan o'zim havasim keldi. Qaranglar. Mana shunaqa xonadonda yashab, oila bilan mazza qilib yashashga nima yetsin. Ana bu tomonda pichanlarni, hashaylarni saqlaydigan joy ekan. Mana ko'ryapsiz. Ana sizga saroy dedimi aytganimcha bor buni. Bu yoqda ham bitta kladovka. Xudo xolasa, yana bu yoqda ham bitta xona bor. Hali uni ko'rsatmadim. Endi uy egalari ko'rsatmay qoling deb aytganlar uchun ko'rsatmadim. Xudo xolasa, bu yoqda ham bitta xona bor. Hozir mana bu tomonda ham bir xona bor ekan. Qarang. Xonalari ham katta-katta. Daraxtlar ekib qo'yishgan, qarang, qanaqa go'zal bo'lib turibdi. Ya Alloh. Shuni like-ni bosib, yaqinlab tanishlar bo'ladi-yu. O'shalarga shu linkini olib shuni tashab qo'ysangiz, endi sizga ham shunaqa uylar nasib qilsin deb. Ana bu yog'i tashqarida hojatxonasi ekan. Qarang. Ya sanuzel ekan, azur adashdim. Bu yog'i hojatxona mana. Bu orqa tomoni. Shuni zerikkaningizda, shuni orqaga chiqasiz. Polya, toza havo. Nima deydi? Toza havo, bahramand bo'lib, mana suv bor, mana suvlar ham shunaqa oqib turibdi, ko'ryapsiz. Shuni qarab miyani dam oltiradigan joyda dacha qilib qo'ysangiz ham, ey bu. Bilaman, Hoji aka, sizda pulingiz ko'p. Shunaqa joyni olib qo'yish kerak. Xudo xolasa. Shuna qarang. Haqiqatdan odam mazza qilib yashaydigan qasr ekan mana. Qarang. Uyda dizayni ham gabi yo'q ekan. Xudo xolasa, mana shunaqa xonadon sizga nasib qilsin. Like-ni bosing. Xullas, manzil Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Avangardda. Avangardda sentr joyida, maktab, bog'cha hammasi yaqin. Haqiqatan chiroyli uy. Olgan odam ham, sotgan odam ham baraka topsin inshaalloh. Mana shu joy 14 sotuvli 10 xonasi bor, 4 ta sanuzeli bor ekan. Lekin shart-sharoitlar haqiqatan zo'r. Sizga nasib qilsin. Pastda raqamlari uyda 360 ming AQSh dollari so'rashyapti. Yana kamiga o'tib beradigan joylari bor ekan. Kommentariyada fikrlaringizni yozib ketinglar. Mana shu xonadon, mana shu joy sizga nasib qilsin. Qarang. Ya Alloh.
bitta laykni bosib, tanishlar, yaqinlarga jo'natib qo'ying.